Xitoy iqtisodiy besim orqali Uyg'urlarni yo'qotyotdi. Ravshan Abbas xonim o'z millatining erkinligi uchun yillardan buyon kurash qilib kelmoqda. Uyg'urlar Xitoyning g'arbiy shimoliga joylashgan, hozirgi atalmish Uyg'ur avtonom rayonida yashaydigan musulmon millat. Avtonom degan so'zning nazariya jihatdagi ma'nosi ma'lum darajada o'z-o'zini idora qilish huquqi bo'lish deganlik bo'ladi. Bu rayon gerçi namda avtonom bo'lgan bilan amaliyotda yanala Xitoy Kompartiyasi CCP tarafidan qattiq kontrollik ostiga ilingan. Bu rayondan chiqadigan neft, tabiiy gaz qatorliq tabiiy boyliqlar intayin mo'l hamda bu rayonda ishlab chiqariladigan paxtalar dunyoda ishlab chiqariladigan paxtalarning 5 dan birini egallaydi. Coğrafiyalik alohidaligi jihatda Xitoyning O'rta Osiyo, O'rta Sharq va Yevropaga kirish eg'izi bo'lgan bu zaminda Xitoyning statistikasi bo'yicha taxminan 12 milliondan ortiq Uyg'ur yashaydi. Ular Uyg'ur tilida so'zlashadigan, o'ziga xos madaniyat shakllantirgan xalq bo'lib, O'rta Osiyo davlatlari bilan nihoyat yaqin. Necha 10 yildan buyon Xitoy Kompartiyasi Uyg'urlarni zo'r ko'lamda nazorat qilish, majburiy emgakka silish, qiynash va jazo lagerlariga solash orqali assimilyatsiya qilib kelmoqda. Shundaqla sistemali holda Uyg'urlarning tili, dini va madaniyatini yo'q qilishga urinish bilan birga Uyg'urlarni majburiy g'oyib qilib etish, qattiq qiynash, qaratmalikqa bo'lgan o'ldirish, jinsiy parakandachilik silish va majburiy bola tushirgizish, majburiy tug'mas qilib etish qatorliq rezil usullarni qo'llanish orqali Uyg'urlarning nufusining ko'payishini tizginlab kelmoqda. Xitoy hukumati kam deganda 380 dan ko'proq jazo lager qurgan bo'lib, bu dunyo tarixidagi Yahudiy cho'nqirg'inchiligidan buyanqi bir millatga qarta ilib berilgan eng zo'r ko'lamdagi o'ldirish, tutib solash, bostirish hisoblandi. Amaliyotda bu bostirish faqat jismoniy jihatdagi bostirish bo'lib qolmasdan, yana iqtisodiy jihatdagi bostirish hisoblanadi. Butkul Uyg'ur rayoni saqchi davlatiga aylantirib etilgan. Hamma yer, hamma uylar, hamma mol-mulklar, bankdagi har qanday pul muomala qattiq nazorat ostiga ilingan. Uyg'urlarning yonfoniga josuslik yumshoq detal o'rnatilgan bo'lib, bank hisobidagi barliq kirim-chiqimlar, telefonidagi banka applar orqali kimning qanchalik puli borligi nazorat qilinib turadi, deydi Ravshan Abbas xonim. Banka hukumatning buyrug'iga shartsiz bo'ysunib, Uyg'urlarning iqtisodiy ahvolini qattiq nazorat qilishdan boshqa iqtisodiy jihatdan bostirish uchun Uyg'urlarning mol-mulklarini xohlagancha to'nglatib va har qanday iqtisodiy jihatdagi ilm berim yo'lini to'smoqda. Ravshan Abbas xonim yana mundaq deydi: Mubodo hukumat taraf 100 Uyg'urning tizimligini bankaga berib, bu kishilarning bank hisobot qoldiqini tekshirib beringlar desa, bank taraf shartsiz o'rindaydi. Andin hukumat xohlagan Uyg'urlarning bank hisobotini taqiy oladi, mol-mulklarini to'nglata oladi va yoki musodir qila oladi. Mol-mulklarni musodir qilish Uyg'urlarni kontrol qilishning yana bir vositasi qilingan. Uyg'ur akademiklari, korxona xo'jayinlari va sarxillari turmalarga tashlanib, ularning mol-mulklari musodir qilingan. Xalqaro halqili Xitoy tadqiqoti to'rining yangi doklatiga asoslanganda, Xitoy Kompartiyasi Uyg'ur dehqonlarini yana yer huquqidan voz kechishga, yer boshqarish huquqini davlatga topshirishga, sanoatlashgan dehqonchilik uchun ishlatishga va ularni majburiy emgak bilan shug'ullanishga majburlamoqda. 2001-yildan 2021-yilgacha bo'lgan oraliqda Uyg'ur rayonidagi yerning egilik huquqini o'tkazib berishga majburlanganlarning soni 50 kasga ko'payib, Uyg'ur dehqonlarining majburiy ko'chishini keltirib chiqargan. Uyg'urlar terilg'u yerlarining egilik huquqini saqlab qilish qiyinchiligidan boshqa yana uy mulklarining igdorlik huquqini saqlab qilish qiyinchiligiga duch kelmoqda. Ya'ni Xitoy hukumatı har bir uy egilariga uy mulklarini qayta tizimlashga 12 oy vaqt belgilab bergan bo'lib, bu jarayonda tizimlitib bo'lolmaganlarning uylari hukumatga o'tkazib berildiganligi uqtirilgan. Aslida bu xil qayta tizimlatish rasmiyati faqat bir bahona bo'lib, amaliyotda Uyg'urlarning uy mulklariga igdorlik qilish huquqini rasmiy qayta iltimos qilishga majburlashdir. Ravshan Abbas xonim yana mundaq deydi: Uy egilari turmalarda, lagerlarda qamoqliq tursa, uy mulklarini, terilg'u yerlarini, korxona do'konlarini qandaqmi qayta tizimlata olsin? Qayta tizimlatilmagan har qanday uy mulklar hukumatning bir taraf qilishiga o'tkazib berildi. Xitoy ko'chmanlarining Uyg'urlarning uylariga ko'chib kirayotganligi to'g'risida nurg'un xabar va sinlar tarqalmoqda.
yezı qishloqlarda uyi bor Uyg'urlarning yerlarimi bo'ladi. Bo'libmi, janubdagi Uyg'urlarning ko'pinchisi dehqonchilik bilan shug'ullanadigan bo'lg'achqa, ularning terilg'u yerlari va uylarining hammasi navbatda Xitoy ko'chmanlar tomonidan egilib olingan. Öylari, yerlari va mol-mulklar tortib olingan Uyg'urlar hukumatning atalmış nomrodlikdan qutuldirish programmasiga iltimos qilishga majburlanadi. Bu programma Roshan Abbas va ko'pincha Uyg'ur faoliyatchilarining nazarida majburiy emgakka silishning yana bir xil atilishi. Uyg'ur rayonidagi qayta tarbiyalash lagerlari tadqiqoti bilan tanilgan germaniyalik insonshunos doktor Adrian Zinzning tadqiq qilishicha, bu programma davlat rahbarligidagi tur bo'lib, iqtisodni taraqqiy qildirish nomida Uyg'urlar to'van maoshliq majburiy emgakchilarga aylantirilmoqda hamda u hargizmi nomrodlikni tugutish bo'lmasdan, balkim jamiyatni kontrol qilish va majburiy assimilyatsiya qilishning qorali qilinmoqda ekan. Nomrodlikdan qutuldirish programmasi bu rayondagi Uyg'urlarning nüfusini azaytish hamda ularning turmush uslubini kontrol qilish, ya'ni ularning an'anaviy turmush urf-odatlarini, uylarini hamda yashash usullarini kontrol qilish orqali ularni to'van maoshliq emgakchilarga aylantirish uchun loyihalangan. Odatda Xitoy ko'chmanlari davlat egiligidagi korxonalar yoki zavodlarga naf yetkazadigan shakllarda yo'lga qo'yilgan. Agar Uyg'urlar har qanday o'zgarishni rad qilsa, jazoga tortiladi. Agar sizning tanlashingiz bo'lmasa, hukumat sizni hamon shu yo'lga majburlaydi hamda oilangizdagilar bilan aloqangizni uzib yetadi. Zavoddan chiqib oilangizdagilarni yo'qlab bora olmaysiz. Mana bu zamonaviy qulluq, deydi Roshan Abbas xonim. Milyonlagan Uyg'urlar markazlik kontrol qilinayotgan iqtisodiy tuzilmasida yashamoqda. Bundaq tuzilma ashundaq mustabid hukmronlarning xohishi bilan bir kechada yo'qolib ketishi mumkin. Mayli nazorat qilish yoki mol-mulkini musodara qilish orqali bo'lsin, iqtisodiy bostirish Uyg'urlarni Xitoy kompartiyasiga qarshi tura olmas holga tushirib qo'ygan. Albatta, Xitoy kompartiyasiga o'xshash mustabid hokimiyatlarning Uyg'urlar ustidan ilib berayotgan iqtisodiy jihatdan kontrol qilish, nazorat qilish, musodara qilish va vahshiylarcha bostirishi, hatto Uyg'ur xalqini yo'q qilib etishi hayron qolarliq ish hisoblanmaydigan bo'lib qoldi. Mustabid hokimiyatning kontrolligidan halqagan erkin aloqa qilish va tijorat qilish erkinligi azaldan bundaq muhim bo'lib baqqan emas. Roshan Abbas xonim bizga bu erkinlikning faqat qulaylik yaratib berib qolmasdan, balki shaxs va madaniy jihatdan mavjud bo'lib turishining namoyandasi ekanligini eskartdi.